Mana bu yo'lda yuzdagi zapravka ham уже portlaydi deyapti hozir. Mana bu odamlarning qochishini qaranglar qizlar. Do'stlar, guvohi bo'lib turibsiz, Toshkent shahridagi Beshqo'rg'on bozori yonyapti. Bu yerda juda ham katta yong'in kelib chiqdi. Hozir o't o'chiruvchilar olovni, alangani o'chirishga harakat qilishyapti. Juda ham ko'pchilik jalb qilingani ko'rinib turibdi. Bino atrofi o'rab olingan. Bu yerda kiyim-kechaklar, narsa buyumlar sotilgan. Yong'in kelib chiqish sabablari hozircha aniq emas. Favqulodda vaziyatlar vazirligining xodimlaridan intervyu olishga harakat qilyapmiz. Imkon qadar sizlarga ma'lumot olib yetkazishga intilamiz. Alanga 5-aprel kuni soat 16 ga yaqin avj olgan. O't o'chiruvchilar soat 17 ga yaqin yetib kelib atrofni qurshagan. Bungacha anchagina maydon yonib ulgurgan. Guvohlarning aytishicha, yong'in elektr bilan zaryadlash uskunasidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Beshqo'rg'on aslida yirik omborlar majmuasi hisoblanadi. Ko'plab omborlarda kiyim-kechak va boshqa turdagi narsa buyumlar saqlangan. Tovarlar respublikadagi eng yirik kiyim-kechak bozorlaridan biri bo'lgan ipodromga yetkaziladi. Voqea guvohlari portlash ovozlarini eshitganini aytdi. Bir necha odamlar jarohatlanganiga guvoh bo'ldik. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot kotibi Murod Sodiqov esa Daryo muxbiriga yong'inda birorta odam jarohatlanmaganini ma'lum qildi. Ayrim guvohlar o't o'chiruvchi xodimlar ham jarohatlanib tez yordam mashinasida olib ketilganini aytdi. Mana shu ishlayman, nablюдениеda o'tiraman, kamerada. O'tirdik, shuna kamerada o'tirdim. Shuna endi chiqib telefon olib qolib tashqari chiqib gaplashaman desam, qarasam, shuna atrofida shuna yonishni boshlaganda, kulish boshlayotdi. Keyin sarazi qaradimda, qarasam tutab ketdi, вообще yonib ketdi. Sarazi chaqirdim, sheriklarni ham chaqirdim, chiqinglar dedim. Yonib ketyapti dedim. Bo'linglar deb hammani olib chiqib tez chiqardik. O'sha bu yoqda hech kim uspet qila olmadi. Pajarniklarni chaqirgancha pajarniklar ham keldi. Yoqqincha ham ancha vaqt o'tib ketdi. Yong'in sekin chiqishni boshladi. Kengayib, kattalash polni yonib ketdi. Kengayib ketdi. Hamma joy yonib ketdi. Paq degan ovozlar ozgina eshitildi. Tirs oynalar sanab, tarsillab, chirsillab, qarochi shunaqa ovozlar eshitildi, aka. Bizning kameralarimiz bor, u yerda kompyuterlarimiz bor, u yerda, qancha tovarlarimiz bor ichida. Ko'p narsalar yonib ketdi, aka. Bu yerda magazin do'konlar ham bor edi, keyin disklatlar ham bor edi, tekshiruv kamera navigatorlari ham bor edi, tekshiruv kechaylar. Hamma narsasi bor, aka, ichida. Oziq-ovqat do'konlari ham bor ichida. Ayrim tadbirkorlar bozorda yong'in xavfsizligi ta'minlanmagani, do'konlarning ko'p qismi yonuvchan plastmassali qoplamalardan